Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Qarshi shahrida muzey borligini bilarmidingiz? Agar bilmasangiz, men sizlarni bitta muzey bilan tanishtiraman. Qashqadaryo viloyat tarix va madaniyati davlat muzeyi. Manzilda aytadigan bo'lsam, Qarshi shahrining Grand Star Hotel, ya'ni mehmonxona hamda Yusel ofislaridan kirib kelishda, bu yoqdan esa Alisher Navoiy nomidagi Madaniyat istirohat bog'ining orqa qismida joylashgan. Endi esa muzey bilan batafsil tanishtiraman. Muzeylar o'tmishni bugungi kun bilan bog'lovchi asosiy ko'prik hisoblanadi. Shu jumladan Qashqadaryo viloyati tarix va madaniyati davlat muzeyi ham. Muzey ishi to'xtatamiz. Ushbu muzey 1975-yildan beri faoliyat olib kelmoqda. Hozirgi kunda muzeyimiz fondida 38 mingdan ortiq eksponatlar saqlanib kelmoqda. Ular asosan viloyatimizning tarixi, madaniyati, etnografiyasi, etnologiyasi, nuzmatikasi kabi sohalarni o'z ichiga qamrab oladi. Muzeyga tashrif buyurgan har bir aholimi yoki bo'lsa chet el sayyohmi albatta viloyat tarixi hamda madaniyat haqida bemalol o'zining tushunchalariga ega bo'lishlari mumkin. Hammani muzeyga chorlaymiz.